Bilaman Niko bugungi videoda qanday qilib Poja Launcherni настройка qilamiz. Ya'ni sizlarga shuni o'rgatib o'taman. Xo'p, nimaga uyda qilyapsan desingiz mumkin. Ko'cha qorong'u. Zombilar yo'qda, lekin qorong'u. Nechal qalisan? Yaxshi pa. Qorong'uda nima qilib yursan? Aylanib pa. Mayli, do'stlar e'tibor bermaysiz unga. Qaranglar, hozir sizlarga bitta zombi pombi yo'q, chunki mana bu rejimda qilib qo'yibman. Qarang, mana bunaqa rejimda, zombi yo'q rejimda. No'plas o'zimizning videomizga o'tadigan bo'lsak, qaranglar. O'zimizning videomizda biz qanday qilib Poja Launcherni настройка qilamiz. Ya'ni настройка qilishni sizlarga o'rgatib o'taman. Sizlar videomga like, obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi biz mana buni ham yo'qotib olamiz deb. Xo'p, sizlarga endi sizlarga ko'rsataman. Hozir qaranglar, qarab turinglar. Buni yo'qotish uchun mana bu narsani yo'qotish uchun biz custom controls degan bor, shunga bosamiz. Keyin esa buni boshda videoning orasida yo'qotishni ham o'rgatib o'taman. Bo'lsa sizlarga birinchi biz mana yaqinlashtirish uchun mana bu zoom deb qo'yishinglar kerak. Mana bunaqa narsa. Xo'p, birinchi sizlar mana bu yaqinlashtiradiganni mana bunaqa zoom deb yozib qo'yasizlar-da. Bu yerga 87.0 87.0 faqat 87.0 da ishlaydi. Xo'p, hozir xato qilayotgan bo'lsam, xo'p, 87.0 bularni ochib qo'yamiz. Toggle labelini yoqib qo'yamiz faqat. Endi bu yerda qanday qilib saqlaymiz? Bu yerda save bor. Shunga bosamiz. Mana shu saqlandi. Endi qaranglar, bu saqlandi. Keyin Live editorni bosamizda, undan chiqamiz. Endi qaranglar. Nima bo'lib qoldi bunda? Stop do'stlar. Do'stlar, do'stlar hozircha hozir ko'ravering, nosozlik. Xato qilibman shekilli. Men 2 marta yozib o'tdim. Zoom. Keyin bu to'g'ri qilib qo'yganimda. To'g'ri, hozir sizga ko'rsataman hozir buni. Qator yozib tashlaganman. Yo'q, qator emas. Zoom deb qo'ydim. Qarang, hozir 5 minut. Endi do'stlar, hozir ko'rib oldim. YouTube'dan. Men YouTube'dan qilayotganim yo'q, hozir o'zim ham biladim. Lekin azizcha esimdan chiqib qoldi-da. Xo'p, endi mana bu moja bla deb tashlaydi. Ungacha kutib turaylik qani. La. Hemen önce e'tibor bermanglar obunachilar. Hozir sizlarga ko'rsataman qanday qilishni. Hozir custom controls yana shu zoom mana bunaqa ekan. Hozir qarab oling. S deb qo'yarmiz. Bu yerga S harfi bor ekan, bu yerda S bo'ladi. Unkonlarga faqat S chiqamiz. Shunaqa ekan-da. Bilmaganlarga ko'rsatyapman. Mana endi buni zoomni mavzuni ochib qo'yamiz. 100 qo'ylik qani. 100. Hozir yana qarab olaman. Hozir ishonchim uncha komil emas. 100 mediani kommentariyaga yozaverasizlar. Ana joyda ko'rib. Hop, save qilaveramiz. Yana buni Live editor qilamiz. Qaranglar, endi bu zoom ishlarmikan? Nima? Mana bu qani? Do'stlar, stop. Ana bu narsa. Yo'q, hozir sizlarga qaytadan qilaman. Hop, sizlarga newni bunaqa qilib qo'yamiz. Hop, endi
hozir. Qanaqa edi? Qanaqa edi? Yo'l chiqdi. Qanaqa edi? Ko'l boy. Ko'l olamasam bo'lmaydi. Bu 25. Bu 25 ekan. Bo'l. Mana bir şey. Mana bo'ldi mana. Hozir azimcha ko'rib olim. Xo'p. Hozir har doim videomda mana shu chiqib qoladi-da. Hop, e'tibor bermanglar obunachilar. 25. Bet. Hop, qaytadan telefonim. Hop do'stlar, qaytadan qilyapman. Sizlar ham mana shundan o'rganib olasizlar. Videomga like, obuna bo'linglar, chunki men juda oz qoldi. 300 ta bo'lishga juda. Atigi 291 tamiz. Buni ham sir qilib qo'yamiz. Hozir buni ham sim topishda juda ham bo'lib ketdi. Hop, keyingi safar men to'liq nastroyka qilishni o'rgataman. Bu hozir biz zoom qilishni o'rganamiz. Zoom anu yaqinlashtirishni tushunasizlar, obunachilar. Hop. 300 tada oz qoldi, 291 tamiz. Atigi 9 ta obunadan keyin biz 300 ta bo'lamiz do'stlar. Hop. Endi biz qaranglar. Bunaqa save endi live editor qilamiz. Live editor. Mana endi ko'rib qo'yamiz qan. Nimaga o'xshamayapti? Do'stlar, lifehacklarni qilib qo'ygan bo'lsam, nimaga o'xshamayapti? Nito. Stop, men zoom deyish esdan chiqibdi. Ay. Shuni ham esdan chiqaramanmi? Zoom deb olmayapman-da. Zoom deymiz. Hop, mana zoom deyordim. Endi save qilaveramiz buni ham. Live editor. Hop, do'stlar. O'xshamayapti. Hozir yana lifehack qilib ko'ramiz hozir. Yana bittasini ko'rib ko'ramizmi? Hozircha lifehacklarni qilib qo'yganim. Lifehacklarni sinab ko'ramiz. Men birovdan o'rganyapman. Как бы ты меня не ранил, какой бы не... Nima qilib qaraveramiz. Yüz qilyapti. तो आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ जूम इन यूजफुल की कॉम्बिनेशंस इन माइनक्राफ्ट। F3+B से सबका हिट बॉक्स शो होगा। F3+D चैट क्लियर कर देगा। F3+A चंक्स को रिलोड कर देगा। F3+T टेक्सचर पैक को रिलोड करेगा। F3+Q ब्रांच में तो पेंच बिलान बरिया। Zoom mana shu kerak bizga. आप लोग को भी चाहिए जूम वाला बटन और FQ वाला बटन, तो वीडियो में बढ़ते रहना, स्किप नहीं करना। So let's begin in the video.
आपको ना पहले ये स्वीप करना पड़ेगा ऐसे, Hop. पता चल गया होगा। और ये देख रहे हैं ना कस्टम कंट्रोल, इसमें क्लिक करना और फिर से एक बार स्वीप कर देना और यहाँ पे ऐड बटन है, इसमें क्लिक कर देना। ऐड बटन करके यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे खुल जाएगा और इसमें एक बार टैप करना है और एडिट में क्लिक करना है। एडिट, ये एडिट में ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखो न्यू है ना, न्यू को चेंज करके कर देना, जूम लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे आगे ये देख रहे हैं ना, सी में क्लिक करना है। सी है ना, इसमें क्लिक कर देना है, फिर से एक बार स्वीप कर देना है, ऐसे आएगा। चेंज करने का बोलेगा, जूम रख देना, ठीक है। एक बार स्वीप कर देना है, ऐसे आएगा और यहाँ पे और ओके में टैप कर देना है। Kuramiz do'stlar. Endi mana sabrim chidamayapti. Endi o'xshashda men ham bilmayman. Hop. Tujibli to'g'anoq qilish shart emas. Mana shunaqa chiroyli qilib ko'ramiz. Hop endi. Wow. Mana bunaqa qilsa ham bo'lar ekanda. Video. Wow. Hop do'stlar, hozircha 150 ekanmi? 150. 150. Bitgan 150. Bunaqa qilib qo'ymaymiz. 150. Voy. Bo'ldi. Mana endi mana shunaqa ekanda. 150 mana o'zi zoom deb turadi ekan. Endi save zoom mana shuni tayyorlab oldik. Endi do'stlar live editorni bosamiz. Hop endi o'xshash kerak. Men o'xshash degan imkoniyatdaman. Hop do'stlar, hop o'xshash kerak. Agar o'xshamasa, balkim keyingi videoda qilib ko'rarmiz. Keyingi videoni intiqlik bilan kutyapman. Mana bo'lgandek bo'lmadi. Zoom nimaga bo'lmayapti? Nima bu? 150 edi bu. 50. Mana shunaqa bo'lib tursa bo'lmaydi. Mana hozir hozir sizlarga ko'rsatib o'raman. Mana to'g'ri tojibli hech nimani qilib ko'rganim ham yo'q. Mana shunaqa qilib ko'raman-da. Prokur bilmem ben shunaqa bo'lib tursin. Hop endi save qildik. Mana live editor. Mana qaranglar. Nimaga bo'lmayapti? Mana nimaga o'xshamayapti? Jitlaqa turibdi ekan. Do'stlar, bir kunimni ham uxlamasdan kechirdim. Tushunasizlar? Hop. Bir kunimni ham uxlamasdan kechirdim. Bir kunimni ham shu ham bo'lmayapti. Hop, sizlar videoga like, obuna qo'yishlar esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Sizlar bilan Niko. Da baribir ham o'xshamadi bu.
Men o'xshamayapti ekan. Bilmadim, men o'zinglar kommentariyaga yozib yuborasizlar qanaqa bo'lishini. Bilmadim men. Oltinim bor ekan. O'zinglar ishlatib yuborasizlar. Hop, короче, hammaga xayr. Sizlar bilan o'sha Niko. Videoga like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bay bay.